Xayrli kun qizlar, sizlar bilan yana bir abadogimizning yasalish jarayonini bo'lishmoqchiman. Avvalo o'zimizga kerakli asnovalarni tanlab olamiz. Asnovalarni tanlab olgan so'ng abadogga sim yordamida qotirib, kli qo'yamiz. Klimizni oz muddat qotishini kutib, toshlarni yopishtirishni boshlaymiz. Toshlarni yopishtirish mening eng sevimli mashg'ulotim qizlar. Toshlarni yopishtirib bo'lgach, o'rtasini metrash ko'z orqali bezatib olamiz. Qizlar, ko'rishingiz mumkin, ish qanchalar zavqli. Mana ko'rishingiz mumkin, abadogimiz ham tayyor.